Qur'on bilan hamsafar 7-qism. بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين Sevimli va go'zal yurt Misrga yetib keldik. U yerning olimlari bizga Qur'on yodlashni o'rgatishgan. Misrga kelishimiz tranzit orqali bo'lib, hamkasblarim bilan biroz dam oldik. Lekin shunday bo'lsa ham Qur'on hofizlaridan ba'zi namunalar bilan ko'rishish imkoniyatini qo'ldan boy bermadik. Ibrohim Adham ismli misrlik bolakay 7 yoshda oddiy va faqirona mintaqada tug'ilgan. Turmush tarzi haqiqatda og'ir. Bu mintaqa Al-Marj deb nomlanadi. Misrlik hamkasblarimiz kulib aytishadi. Biz o'zimiz misrlik bo'lsak ham bu yerni hech ko'rmagan ekanmiz. Bu bolakay Qur'oni Karimni to'liq yodlab tugatishi uchun Baqara va Oli Imron suralarigina qoldi. U audio kassetalardan eshitib yotolgan. Mashalloh, taborakar rahman. Shayx Ibrohim, Qur'ondan qancha yod oldingiz? Niso surasigacha. Mashalloh, mashalloh. Undagi bu qobiliyatni qanday sezib qolgansiz? O'g'lingiz 2,5 yoshida Qur'onni yodlay olishini qayerdan bilgansiz? Biz onasi bilan shom namozini o'qiyotgan edik. U yonimizda o'ynab yurgan edi. Namozimizni o'qib bo'lgach, onasi uning Qur'on o'qiyotganini payqab qoldi. Ular Ixlos surasini o'qiyotganlarini eshitdim. Quloq solib turdim. Namozlarni tugatishgach, otam mening Bismillahirrohmanirrohim deb Ixlos surasini o'qiyotganimni eshitdilar. Biz namoz o'qiyotganimizda eshitib olgan ekan. Onasi menga Ibrohim Ixlos surasini yodlab olibdi dedi. Otam buni senga kim o'rgatdi Ibrohim deb so'radilar. Sizlar o'qiyotganingizda eshitib yodlab oldim dedim. Keyin otam onamga meni ehtiyot qilishlarini, menga Qur'on o'qib berishlarini tayinladilar. O'sha kundan boshlab onasi unga har kuni 2-3 ta sura o'rgatdi. 3 yilda 7 pora yod oldi. Mashalloh. Bir shayx menga u baribir tajvid bilan o'qimayapti dedi. Men tushkunlikka tushib qoldim. Ustozga olib boray desam, uyimizga yaqin joyda Qur'on ustozlari yo'q edi. Hammamiz shundaymiz. Moddiy sababmi yoki qandaydir bir sabab bilan ota o'g'lini ustozga olib bora olmasa, tushkunlikka tushib, umidimizni uzib qo'yamiz. Bo'ldi, o'g'lim Qur'on yodlay olmaydi. Men qo'limdan kelganini qildim deymiz. Lekin bu Abu Ibrohim boshqa yo'lini topdi. Ustozga olib bora olmasa ham, mobil telefon orqali unga ustozlarni eshittirishim mumkin dedi. U eng yaxshi qorilarni tingladi. Ular bilan o'qishni davom ettirdi. Natijada Qur'onni yod olib tugatdi. Biror kimning Qur'onni malakali ustozsiz yodlashini oqlamayman. Lekin Ibrohim Qur'onni ustozsiz yodlaganini ko'rib hayratga tushdim. Otasi malakali ustozga olib borishga sharoiti yo'qligini aytdi. Men va Qur'on bilan hamsafardagi hamkasblarim Ibrohimning otasi bilan bitim tuzdik. Inshaalloh uning Qur'onni malakali ustozdan to'liq yodlashi uchun hamma xarajatlarni qoplab beramiz.
bir kunda qancha miqdorda yod oladi? Bir kunda har xil holatga qarab. Taxminan qancha? Ba'zida bir kunda bitta sura. Esimda qolgani Ahsob surasini 5 soatda yod olgan. Mashalloh tabarakal rohman. Ahsob surasining hammasini-ya? Ha, mashalloh tabarakal rohman. Yaxshi bilamiz. Ahsob surasini yodlash uchun kamida 4 kun yoki 5 kun vaqt ketadi. Bir kunda qancha takror qiladi? Maktabga bormaydigan kunlari 4-5 bora. Qanday takror qiladi? Quloqchin va telefon orqali. Bu bolakayning qissasidagi ajib holat Ibrohimning otasi o'g'lini Qur'onga muhabbatli qilib tarbiyalagan. Uni Qur'on yodlashga ruhlantirish uchun har qanday uslublarni qo'llab ko'rgan. Keling, otasi o'g'lini qanday ruhlantirganini tomosha qilamiz. Siz uni ruhlantirish uchun birinchi qilgan narsangiz mana bu arg'imchoq bo'lgan. Oddiy arg'imchoq. Ha. Arg'imchoq ham siz o'ylagandan ko'ra ancha sodda bo'lgan arg'imchoq. Ba'zida otam meni velosipedlarga o'tkazib aylantirar edilar. Arg'imchoq ham, velosiped ham bo'lmaganda yelkangizga o'tkazib aylantirar ekansiz. Uni qayerga olib borardingiz? Maktabga borganida, oilamiz bilan birga tashqariga chiqqanimizda. Manzilga yetib borgunimizgacha men telefonni ushlab Qur'on eshitib ketar edim. Men ko'chada uni chalg'itadigan narsalarni, bolalarning o'ynayotganini, odamlar bir-birini so'kayotganini ko'rishidan himoya qilishga harakat qilardim. Uning diqqatini Qur'on yodlashga jamlash orqali ko'chadagi yomon xatti-harakatlarga e'tibor berishidan to'sardim. Alloh taolodan so'rayman, o'g'lingizni Qur'on yodlashiga yordam bergan mana bu yelkalaringiz qiyomat kuni sizning foydangizga guvohlik bersin. Amin. Yelkasida, velosipedda, arg'imchoqda. Ota-ona farzandini ruhlantirish uchun ana shu narsalarni ixtiro qildi. Natijada farzand 2,5 yoshida Qur'on yodlashni boshladi. Hozir 7 yoshda. U ham o'ynashni, sayr qilishni xohlaydi. Bularning bari nima uchun? Bilaman, oson emas. Nega shunday usullarni qo'llagansiz? Buning ikkita sababi bor. Birinchisi, Qur'on hofizining ota-onasiga qiyomat kuni ulug'vorlik toji kiydiriladi. Uning eng kichik yoquti dunyo va undagi narsalardan ko'ra yaxshiroq. Ikkinchisi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislariga binoan odam bolasi o'lsa, uning amali uziladi. Illo 3 ta joydan kelib turadi. Shulardan biri ota-onasi haqqiga duo qiluvchi solih o'g'il. Dunyodagi yolg'iz istagim o'zimdan keyin mening haqqimga duo qiladigan solih zurriyot qoldirish. Sizni Qur'ondan imtihon qilib ko'rmoqchiman. Yaxshi, tayyormisiz yo unchalik emasmi? Tayyorman inshaalloh. Yaxshi, qani boshladik. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أكمل. Davom eting. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وسيق الذين
اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Ko'p odamlar menga: "Ey Faxt, bu hududdagi odamlar kambag'al, hech vaqolari yo'q. Shuning uchun Qur'on yodlashadi" deyishadi. Men esa aksincha, ular kambag'al bo'lgani uchun ota-onasi kun bo'yi ishlashi kerak. Uyga esa kech qaytib kelishadi. Bolalarga Qur'on yodlatishga vaqtlari bo'lmaydi. Ana o'shalarga Qur'on o'rgatish bizdan ko'ra qiyinroq-ku deyman. Bizda-chi hamma narsa bor. Biz farzandlarimizga e'tibor bermaymiz. Ularga Qur'on yodlatmaymiz. Chunki biz dunyo va oxiratdagi haqiqiy saodat va baraka Allohning kitobi ekanligini bilmaymiz. Ibrohimdan nima istaysan? Qanday orzularing bor deb so'radim. U bir notebookim bo'lsa, Qur'oni Karimni o'shanga yozib, yodlab yurardim deb javob berdi. Subhanalloh. Hatto uning orzusi ham Qur'on yodlashga bog'liq. Ibrohim bizning farzandlarimiz uchun o'rnak bo'ladi deb umid qilaman. U Qur'on bilan bo'lgan safarini 4 yoshida boshlagan. Mashalloh 3 yildan keyin Qur'onni to'liq yod olib tugatgan. Bundan ham ajablanarlisi 13 yoshida Al-Azhardan ijoza olib Qur'on o'rgatishni boshlagan. U haqiqatda namunali hofizlardan bo'lib, uning ismi Shayx Ahmad Samirdir. قلبي يزيد في حضرة الذكر الحميد والروح طابت في لقاه. Biz hozir Kafrud-Duvar mintaqasining Buxayro muhofazasidamiz. Bu yer juda go'zal va ob-havosi ham ajoyib joy ekan. Hamkasblarim bilan bu yerga qilgan safarimizni Alloh barakali qilsin. Shayx Ahmad, ahvollar qanday? Alloh sizga baraka bersin. Yaxshi inshaalloh. Alhamdulillah. Shayx Ahmad, 4 yoshingizda Qur'on yodlashni boshlagansiz. Avvaliga qiyin bo'lgan. 4 yoshingizda kim sizni Qur'on yodlashga undagan? Agar siz Qur'oni Karimga muhabbat qo'ygan oilada katta bo'lsangiz, shunday bo'lishi tabiiy. Chunki talaba yoki bola doimo atrofdagilaridan ta'sirlanadi. To'g'ri. 5 yoshli bola qo'shiq aytayotganini yoki futbolchilarning ismini sanab berishini eshitishingiz mumkin. To'g'ri. Buning sababi u atrofdagilardan ta'sirlangan. Men Shayx Abdul Javvodning qo'lida ta'lim olishni boshladim. 10 pora yodlaganimdan keyin uning vaqti tig'iz bo'lgani uchun Shayx Muhammad Omirning qo'lida o'rgana boshladim. O'sha paytda u bor yo'g'i 2 ta talabaga o'rgatar edi. Ikkitasi Qur'onni to'liq yod olib tugatganidan keyin yana boshqa 2 kishini o'qitardi. 2 kishidan ortiq olmasdi. Shayx Ahmadni Shayx Muhammad Omirning oldiga o'qitib bering deb olib borganimizda 4 ta shart qo'yganlar. Birinchi shart, menga faqat otalik savobi, Qur'on yodlatganlik savobi esa u kishiga. Ikkinchi shart, dunyo ishlarini orqaga tashlaysiz. Shayx Ahmadning Qur'on yodlashini birinchi o'ringa qo'yamiz deganlar. Uchinchi shart, u berilgan vazifani yodlab, tayyor qilib kelish kerak. To'rtinchi shart, agar 3 martadan ortiq tayyorlanmay kelsa, keyin butunlay kelmay qo'yaveradi. U kishi Qur'on yodlatgani uchun Allohdan savob umid qilar edilar. Biror marta yodlatganlari uchun haq olmaganlar. U kishi juda qattiqqo'l edilar, lekin qattiqqo'lliklari qo'pollik emas edi.
Esimda bir gal soat kechki 6da kelishim kerak edi. Men 6dan 5 daqiqa o'tganda yetib kelganman. U zot belgilangan vaqtdan kech qolding, qaytib ketaver deganlar. Shayx Ahmad 70 dan ortiq musobaqada ishtirok etgan. Shundaymi Shayx Ahmad? Ha. Men 2010-yili islom olamida Qur'on va uning tafsiriga bag'ishlangan musobaqada birinchi o'rinni egallaganman. Qayerda bo'lgan edi shayx? Shu yerda, Misrda. 10 ta qiroat bo'yicha 2007-yili Quvaytda o'tkazilgan musobaqada 2-o'rinni olganman. Tashrifingizdan g'oyat mamnun bo'lganmiz shayx. Alloh baraka bersin. 1997-yili Makka-i Mukarramada butun jahon bo'yicha o'tkazilgan musobaqada 3-o'rinni egallaganman. Allohning fazli ila 1994-2004-yillarda o'tkazilgan musobaqada 1-o'rinni egallaganman. O'sha Misrdagi Al-Asqar tomonidan o'tkazilgan oxirgi musobaqa edi. Shayx Ahmad musobaqada 2-o'rinni olib qaytsa, juda ham qattiq xafa bo'lardi. 2-o'rin u uchun mag'lubiyat hisoblanardi. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد إن في الجوف كتاب صنني من كل كرب إن في الجوف كتاب صنني من كل كرب صنني من كل كرب صنني من كل كرب. Necha yoshdan boshlab odamlarga imomlik qilasiz? Buning tarixi uzun. Yosh bo'lgansiz-a? Shayx Ahmad 9 yoshida odamlarga imomlik qila boshlagan. Keling uning birinchi bo'lib odamlarga namoz o'qib bergani qissasiga quloq solamiz. Bir kuni Shayx Kamol Fathullohning orqasida tarovih namozini o'qiyotgan edim. Birinchi 4-rakatdan keyin mening qulog'imga pichirlab, "Men ketishim kerak, zarur ishim chiqib qoldi, sen davom ettir" dedi. U necha rakatga imomlik qilgandi? 4 rakat. Anfol surasini endi tugatgan edi. U paytda men rub, ya'ni chorak juzni qanday boshlab, qanday tugatishni bilmasdim. Endi 9 ga kirgandim. Taxminimcha ular har rakatda 1 rub o'qishar edi. Ya'ni 2 rakatda 2 rub o'qilardi. Rublarni yaxshi bilmaganim uchun men 2 rakatda 5 rub o'qidim. Mashalloh, orqadagi namozxonlar nima qilishdi? Albatta cho'zilib ketganidan shikoyat qilishdi. So'ng qiroat ilmini o'rganishga kirishdingiz. O'shanda necha yoshda edingiz, shayx? 10 yoshimda Shayx Ahmad Fathullohdan qiroat ilmini o'rganishni boshladim. So'ng ko'p ustozlarga bordim. Masalan, Iskandariyada Shayx Muhammad Abdulhamid Abdullohga. U hozirgacha san'at jihatdan eng yuqori o'rinda turadi. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Barakalloh, Alloh baraka bersin shayx.
الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عرج العشق بين الدور، عبر الروح حين يفوح، وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عرج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير، على الأرواح بالتأثير، فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان، لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق